Sizlar bilan bugun biz Derasan Ormurodov. Do'stlar, bugun video roligimizda biz nima qilamiz? Ko'rib turganlaringizdek, men sezon pastni yakunladim va ana endi navbat agent ochishga do'stlar. Ha, to'g'ri eshitib turibsiz. Biz bu yerdan agent ochamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, men video rolikni boshlayman. Qanunday ketdi. Kim tushadi? Hozirroq videoni to'xtatib kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kim tushadi? Xo'sh. Hozir ko'ramiz. Va mana boshlanmoqda Dynamic Stars. Xo'sh. Bu ana Husanov emas. Bu Abdulhamidmikan? Saudiya Arabiston 22-raqam. Taxminlar ko'p. Xo'sh. Passing 79. Zarbani ko'rsatyapman. Xo'sh. Fintlar ajoyib. Bal kontroli ham 79 ekan. Bu kim ekan bu? To'g'ri sanaman. Makkeni tushmoqda. Xavfsiz pulga kuydikmi deyman. O'zim ko'taraylik. Bizga Makkeni tushmoqda. Mayli. Hech narsa qilmang. Makkeni tushdi. Ana endi hozir tarkibga kirib olamiz. Nimaga chiqmaydi bu? Mana Makkeni. Reytinglarini ko'rishingiz mumkin. Tezlik 80, kontrol pasi 79, zarba 70, taktika 81 do'stlar. Juda ham ajoyib bu. Mana bilsanglar, menda Sorlot ham bor edi. Makkeni va Sorlot ikkalasi hujumchi. Xo'p. Shu video rolikni yakunlayman do'stlar. Sizlar bilan bugun men Derasan Ormurodov bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolar chiqish uchun.